O'zbekistonda din va e'tiqod bilan bog'liq eng katta muammolardan biri umra safarlarining ijaratlashib ketishi va uning tor doiradagi mullalar tomonidan nazorat qilinishidir. Ilgari Turizm qo'mitasi orqali tartibga solinayotgan umra xizmatlari bugun diniy qo'mita qo'liga o'tishi bilan monopoliyaga aylandi. Bu esa nafaqat oddiy ziyoratchilar uchun qiyinchiliklar yaratdi, balki turizm sohasini vayron qildi. Soliq tushumlarini kamaytirdi va jinoyatchilikni keskin oshirdi. 2024-yildan boshlab umra safarlarini tashkil qilmoqchi bo'lgan har qanday turfirma $1 million diniy qo'mita huzuridagi jamg'armaga qo'yishi talab qilindi. Bu esa yirik moliyaviy imkoniyatga ega bo'lmagan deyarli barcha xususiy firmalarni bozordan siqib chiqardi. Natijada 2023-yilda 77 ta litsenziyali firma umra xizmati ko'rsatgan bo'lsa, bu yil atigi 12 ta firma litsenziya olishga majbur bo'ldi. Umra litsenziyasi diniy tijoratning eng katta qurbonlari. Bu sistema bilan kim yutadi? Diniy qo'mita va uning atrofidagi manfaatdor shaxslar. Ular har bir litsenziyadan $1 million olib, bu mablag'ni qo'lga kiritmoqda. Yaqin mulozimlar tomonidan tashkil qilingan 12 ta turfirma. Ular hozirgi kunda umra xizmatlarini monopoliya tarzida nazorat qilib, bozorni bo'lib borishdi. Qora bozor va litsenziyasiz firmalar. $1 million topolmagan firmalar hozirda noqonuniy yo'llar orqali odamlarni Saudiyaga olib ketishga o'tmoqda. Bu sistema kimga zarar keltirmoqda? Oddiy fuqarolar. Ular endi umra uchun ancha qimmat va sifatsiz xizmatlarga pul to'lashga majbur bo'lishmoqda. Turizm sohasi. Legal firmalar litsenziya olish imkonidan mahrum bo'lib, yashirin ishlashga majbur. Davlat. Soliq tushumlari kamaydi. Jinoyatchilik esa 4,5 barobarga oshdi. Diniy qo'mita va turfirmalar o'rtasidagi urush. Kim g'olib? Diniy qo'mita tomonidan umra xizmatlarini nazorat qilish haqidagi qaror Turizm qo'mitasi bilan ziddiyatga olib keladi. Turizm qo'mitasi xodimlari bu sohani to'liq nazorat qilish va litsenziya talablarini yengillashtirish kerakligi haqida gapirsa, diniy qo'mita monopoliyani saqlab qolish uchun har qanday byurokratik vositadan foydalanmoqda. Shuningdek, diniy qo'mita hokimiyatini mustahkamlash uchun har bir tekshiruvni Ichki ishlar vazirligi orqali o'tkazib, turfirmalarga bosim o'tkazishdan tiyilmayapti. Bu esa quyidagi holatlarga olib kelmoqda. Litsenziyasiz turfirmalar ko'paydi. Umra xizmatlari narxi yanada oshib ketdi. Hukumatning turistik sektoriga ishonchsizligi ortdi. 2025-yil boshidan buyon 31 ta litsenziyasiz firmaga jinoiy ish ochildi va 75 million so'm jarima solindi. Ammo bu choralar muammoni hal qilmayapti. Aksincha, qora bozorni yanada kuchaytirmoqda. Saudiya. O'zbekiston umra sohasini noto'g'ri boshqarmoqda. 2025-yil 18-fevralda Saudiya haj va umra vaziri Favzon al-Robiya Toshkentdagi Hilton mehmonxonasida turfirmalar bilan uchrashdi. U yerda O'zbekistondagi og'ir talablar haqida birinchi marta eshitib hayratda qoldi. Saudiya tomonining so'zlariga ko'ra, Saudiyada umra litsenziyasi 200 ming riyol, $53,050. O'zbekistonda esa bu $1 million. 20 baravar qimmat. Saudiya hukumati bunday og'ir talablarni hech qachon qo'ymagan. Eng achinarlisi, vazir uchrashuvdan keyin qattiq xafa bo'lib, hatto kasal bo'lib qolgan. Kechqurun Hilton mehmonxonasiga tez yordam chaqirilgan. Bu esa O'zbekistondagi byurokratiyaning qanchalik absurd darajaga yetib borganini ko'rsatadi. Sodiq Toshboyev lavozimidan ketadimi? Diniy qo'mita raisi Sodiq Toshboyev umra sohasini nazorat qilishda eng katta xatolarga yo'l qo'ygan shaxs sifatida ko'rila boshladi. Hukumatdagi manbalar uning tez orada umrani noto'g'ri boshqargani, litsenziya talablari orqali korrupsiyani kuchaytirgani, jinoyatchilik va soliq tushumlarining pasayishiga sababchi bo'lgani uchun iste'foga chiqarilishi mumkinligini ta'kidlamoqda.
Shu bilan birga prezident siyosatini buzgani, yashil iqtisodiyot va turizm rivojiga to'sqinlik qilgani uchun Sodiq Toshpoyevning hukumatdan butunlay chetlatilishi ehtimoli katta. Xulosa: Umra diniy safarmi yoki yashil shaytonlar biznesi? Umra xizmatlarining hozirgi holati bu soha e'tiqoddan ko'ra biznesga aylanib ketganini ko'rsatmoqda. Hukumatning har bir islohoti tashqi ko'rinishda tartib o'rnatish maqsadida bo'lsa-da, amalda bu bir guruh mullalar va mansabdorlar tomonidan yirik moliyaviy manba sifatida qo'lga olingan. Bu tizim shunday yo'lga qo'yilganki, agar umra safarlaridan tijorat va pul o'yinlari olib tashlansa, bu biznes bug'lanib yo'qoladi. Ammo hozirgi holatda bugungi yashil shaytoniylar hali ham hokimiyatni aldashda davom etyapti. Endi esa asosiy savol: prezident hokimiyati bu mullaqratiyaga qanday javob qaytaradi? Tozalash boshlanadimi yoki yashil shaytoniylar hali ham olib chipaveradimi?